diyorlar. Hor babamız kelar yollardan, sova olup hammamizga birbiridan. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh! Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Mana bugun siz kutgan ajoyib, eng quvonchli, esda qolarli bugun savodxonlik bayrami, alifbe bayrami. Shu bayram bilan sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Qolaversa, oldimizda yaqinlashib kelayotgan 2026 yangi yilni yaxshi kutib olishlaringizga tilakdoshman. Yangi yilda sizlarga katta sog'lik, a'lo baholarga o'qishlaringizga tilakdoshman. Bugungi bayram bilan yana bir marta sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Abdulqandir ham baba va Vijdonda ham vatan, Valida va vaqt so'zdan boshlashpa. Rost keldik biz, qonni qo'lga berdik. Qilmasdan kuchimizda yozildimi degan xat. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail bay, 240 for its speed, and hitch 'em to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride. Alaykum aziz mehmonlar. Bugungi bir asrab o'g'il-qizlarning savodxonlik bayramiga xush kelibsiz. Sizlarga aytayin bir shirin tilak. Savodxonlik bayrami bo'lsin muborak. Assalomu alaykum aziz mo'tabar ota-onalar, ustozlar. O'quvchilarni tabriklash uchun so'zni maktabimiz direktori Sherimbekov Ilhom akaga bersak. Mana bu maktabimizda bir katta tantana, ya'ni 1-sinf o'quvchilarning savodxonlik bayrami. Savodxonlik bayramiga xush kelibsizlar. Mana farzandlaringiz maktabga 4 oy davomida harflarni o'rganib, ya'ni bugun alifbe kitobi bilan ya'ni xayrlashadigan kun bo'ladi. Endi farzandlaringiz bundan keyin demak to'laligicha o'qish, yozish, chizishni o'rgangan. Maktabimizga xush kelibsizlar. Ana shu farzandlaringizni kelajakda bir yaxshi komil inson bo'lib yetishiga tilakdoshman. Ana shu farzandlaringizni rohatini ko'ringlar. Lekin niyatda ustunlar bo'lsalar, niyatlaringizni yetinglar. Hammangizni kelayotgan 2026 yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Bayramlarimiz qutlug' qadam bo'lsin. Yilimiz barakatli yil bo'lsin. Oilalarimiz tinch bo'lsin, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Tadbirni ochiq deb beraman. Rahmat katta. Keling endi aziz bolajonlarimiz sizga o'z bilim va san'atlarini namoyish qilsa, davramizga bir sinf o'quvchilarini taklif qilsak.
Adashmasman tuprog'ingda so'ndirmagan bobolarim yaprog'ingda Islom bobom hilpiratgan bayrog'ingda dunyo ichra buyuk vatan O'zbekiston. Bu bag'ringda ulg'aygan bobolarim tinchligimiz qo'riqlagan bobolarim erkin tushmiz ochib qara tomonlarim dunyo ichra buyuk vatan O'zbekiston. Sizni bayroq rastisiga beramiz. Vatan haqidagi she'rlariga bersak. Aman bo'lsin ey azizda bu oshimiz duochida buyuk vatan O'zbekiston. Men dunyoni nima qildim o'zing yo'q jag'ani o'zing haq o'zim cho'ktansin taqishon. Yolg'izim yag'inam dem topilgan qashonam dem o'zim ularda o'g'ilsa vatanim. Endi jajji qizaloqlarimizning yulduzchalar nomli raqsiga bersak. Thank you.
alifbeni, hamma bilimning boshi, bilimdonlarning joni. Meni hurmat qilsangiz, harfimnicha bilsangiz, seving hamma kitobni, bo'lasiz so'zsiz olim. Xo'sh bolalar, aytingchi chindan, nimalarni bildingiz mendan? Yasha zehnli bola, nima o'rganding yana? Shirin shakar bolalar, bog'dagi gullolalar, alif beda harf nechta, bilsangiz ayting shartta. Yirtib zarvarog'imni ko'p uyatga qo'ymaymiz. Sahnamizga Qorboboni chaqiramiz.
ustozlar, ota-onalar va bobojonlar, barchangizni kirib keladigan yangi 2026 barcha xalqimdan tabriklayman. Bugun bobojonlarni yangi yil bayrami ekan va Arifli bayrami. Chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarni bayramlaringizni, she'rlaringizni, kuy qo'shiqlaringizni eshitib, yangi yil bilan tabriklagani keldim. Barchangizni yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'g'il bolalar ijrosidagi dars qilaman qo'shig'iga beramiz. Maqollarga beramiz. Kattaga salomat chiqaman. Mehnat, mehnatning tagi loq. Ona yurtim oltin beshigim. El sog'ligi boylik. Barakalla bolajonlar. Mana navbatni jajji qizaloqlarimizning Tomchi nomli raqs ijrosiga beramiz.
o'g'il mehnati uning taxti. Bella bolajonlar, endi sizlar uchun 3-B sinfdan Fayzulloh Jondo'st Yangi yil haqida she'r aytib bermoqchi. Juda yaxshi she'r aytdi. Endi navbatni zamonaviy uslubdagi To'ka nomli qo'shig'iga beramiz. Keling bolajonlar. Mening namindir endi o'ylamada olti naminda ko'pin, 7 yilda to'pin. Sanamaysangiz demak, 4ni qo'shsangiz hosil bo'lish yaxshi bilgan kecha. Men 9 bilan sonlarcha yozib 8 dan bir son katta bo'lib qo'yiladi. Endi navbatni o'g'il bolalar ijrosidagi qo'shig'iga beramiz.
Ular amalga oshsin birma-bir. Tilayman barchaga sog'lik va sabr. Yo'qolmasin hech sira mehr-oqibat qadr 2026-yilda. Gina arazingiz bu yerda qolsin. Farzandlar ajoyib tarbiya olsin. Mehr-muhabbatga burkanib olsin 2026-yilda. Mana endi navbatni yangi yil haqidagi jurnalist qo'shig'iga beramiz.
o'quvchilar manimizga omad kulib bag'ishlaydi. Aziz ota-onalar, yig'ilgan stadionga kirib kelayotgan жаңа жыл bayramini shunchalik qutlayman. Жаңа жылда семьяларni tinch, отбасыларыңыз аман, жұмыстарыңызда табыс алып келе берсін. Міне бүгін бірінші сыныптардың сауатқанлық байрамымен барлығыңызды құттықтаймын. Барлығыңыз Құдайым үлкен қыз бала болып, оқуыңызды жігіт болғайсыңдар. Азада рахмет, осындай машақатты жұмысыңда саған табыс тілеймін, денсаулық мықты болсын. Құдайым күш қайрат саған, шаршамағайсың. Bolajonlar, mana sizlar uchun Qorboboq uzoq yurtdan sizlarga sovg'alar olib kelibdi. Qabul qilib olamizmi? Savodxonlik bayrami munosabati bilan demak, hozir maktabimizning faxriy yorliqlarini topshiramiz. Hamkasblar, yana bir marta bayramingiz muborak bo'lsin. Mana shu farzandlaringiz kelajakda hozirgidan ham bilimli, undan ham yuqori darajaga bilimlarga erishib, yurtimizga, elimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishsin. Hozir mana maktabimiz tomonidan a'lo baholarga hamda o'zlashlari yaxshi bo'lgan, ya'ni erishgan yutuqlari uchun maktab rahbariyati tomonidan faxriy yorliq bilan tabriklaymiz. Berdi tuman maktabgacha ta'lim bo'lmay qarashli 8-o'rta ta'lim maktabining 1-sinf o'quvchisi Nurxo'jayeva Naziraga tadbirlarda faol qatnashgani uchun faxriy yorliq bilan mukofotlanadi. Sarsimbayev Alixon Narsullayeva Aynura Safiazova Farangiz
Maqsad va Jansaya. Muradov Alixon. Aybekov Temurbek. Ahmedov Behriddin. Baxtiyorov Sirojiddin. Va Baqadirova Oygul. Sinf o'quvchilarining savodxonlik bayramini yakunlaymiz. Davraga birinchi sinf o'quvchilarini taklif qilamiz.